Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Takrorlanmas robotlar jamoasi va YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Demak, ushbu videoda siz savdo robotlarida aldovlar, ya'ni O'zbekistondagi savdo robotlaridagi firibgarliklar haqida a, qiziq ma'lumotlar, kerakli ma'lumotlarga va ochiq, oydin faktlarga ega bo'lishingiz mumkin. Bu video juda ham qiziq bo'ladi. Ba'zi bir insonlarni ismini aytib o'tishga majburmiz. Shuning uchun video boshidan aytib o'taman. Bu odamlar uchun yaxshi ma'lumot berish uchun, ularni aldanib qolmasliklari uchun biz ozgina bo'ynimizga riskni olgan holatda ma'lumot beryapmiz. Shuni ham inobatga olinglar. U insonlarga esa albatta insof tilab qolamiz. Demak, biz videoni boshladik. Video boshida aytib o'taman, hamma sohada ham albatta o'ziga yarasha firibgarliklar, sxemalari bor. Firibgarlik bo'yicha yoki aldovlar bor. U taksistlik bo'lsin, mol bozorda bo'lsin, ayniqsa mebel furushlarda bo'lsin, baribir shunaqa holatlar bor. Mebel furushlar pulni cho'zib yuboradi. O'zimiz yaxshi bilamiz. Taksi chaqirsak, o'sha anaqani yoqib olib keyin keladi. Ozgina 5-10 ming so'm foyda qilaman deb. Xullas, umuman olganda bu narsa hamma joyda ham bor. Ayniqsa Forex'da juda ham avj olgan. Albatta bugungi videoda Forex'dagi firibgarliklar emas, aynan Forex robotlari va indikatorlardagi firibgarliklar haqida gaplashamiz. Bu video xuddi santexnik bu video xuddi montiyorga, ya'ni elektr bilan shug'ullanadigan montiyorga texnik xavfsizlik qanchalik muhim bo'lsa, demak algotreyderlarga ham shunchalik muhim narsa. Ya'ni sizlar ertaga aldanib qolmasliklari uchun bu videoni ko'rishlari shart oxirigacha. Qo'llab-quvvatlanglar. Yuqorida aytganimdek, boshida aytganimdek, ozgina riskni ham bo'ynimizga olib shu videoni chiqarishga ahd qildik. Endi biz boshladik. Mana bu tayyor PDF ni ko'rib chiqamiz. Men tayyorlab chiqdim buni. Atayin demak boshladik. Bu yerda o'zi savdo robotlari ni sotish paytida sizlarga natijalarini ko'rsatadi. O'zingiz ham albatta natija so'raysiz va shunda tarixga moslashish degan narsa bor. Ya'ni misol uchun meni boshimda ham o'tgan, ochiq aytaman. Savdo robotimni test o'tkazganimda 2024-yildan 2025-yilgacha idealni ishlab berdi deylikda. Lekin 2023 dan 2024 orasidagi vaqtda sliv qilgan. Va ko'pchilikda shunaqa holat. Endi men bu narsani gapirmasam, demak 2023-2024da nima sababdan sliv bo'lganini men izlanishni o'rniga shu narsani unutsam va odamlarga u robotni sotsam, 2026-yil mana kelyapti. 2026-yilda xuddi 2024ga o'xshab bozor yurib berishi mumkin va natijada robot sliv qilishi mumkin. Shuning uchun sodda qilib aytganda 60 ga qarab natijani bilish, ya'ni strategik testerda natijalarni ko'rsatish juda ham O'zbekistonda ommalashgan. Shu orqali robotlarni sotishadi, lekin aslida demak bu ham xavfliroq. Uni o'rniga demak biz real natijalarni so'rashimiz kerak. Ya'ni real hisoblardagi. Endi kelajakdagi sharoitlarni ham uni hisobga olish kerak-da. Ya'ni 60 dagi narxlar yoki o'sha yuqorida aytganimdek jarayonlar kelajakda sodir bo'lmasligi mumkin yoki именно o'sha narsa boshqacha sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun savdo robotlari siz sotib olgunizcha maqtaladi, juda ham zo'r deydi, lekin sotib olganingizdan keyin уже u balansni sliv qilishi mumkin. Endi indikatorlar chizadi, ya'ni repeating, ya'ni qayta chizadi. Ba'zi bir indikatorlar bor, misol uchun signalni olib qochadi deydi, boshqa deydi. Buni ham ko'rib chiqamiz hozir video davomida. Umumiy shu aytadigan bo'lsam, indikator sotib olmoqchi bo'lsangiz ham aslida indikatorlar 90% hollarda sotilmaydi. Juda ko'p indikatorlar aslida bepul. TradingView podpiskasini sotib olsangiz, premium indikatorlarni ham
bemalol ishlatishingiz mumkin. Podpiska adashmasam $16-18 oyiga. Ko'ryapsizmi? Bu bilan judayam ko'p indikatorlarga sizda yo'l ochiladi. Endi o'sha chizadi degan joyimda o'sha signal berdi. Misol uchun shu narsani chizib ko'rsatib berayda. Trend uptrend ketyapti-da. O'zi juda ko'p indikatorlarda asosi moving average ga asoslanadi. Moving average taxminan mana bu yerda orqasidan ketyapti deylik-da. Mana shu moving trend liniya emas, uzr. Moving average ni qanday chizsam yaxshi? Hozir rangini o'zgartiramiz va mana bunday ketyapti. Mana shuni moving average desak va to'satdan qandaydir kuchliroq yangilik chiqib narx qulasa, narx qulayapti. Narx qulaydigan bo'lsa, moving average ham albatta qulaydi. O'z navbatida bu tomonga qarab egilishni boshlaydi. Shu joyda selga signal beradi. Selga signal bergan robotga odamlar ishonib sel kiritdi. Ma'lum bir daqiqadan keyin narx yana ko'tariladi. Ko'tarilgan paytda o'sha sel signalni, mana berilgan sel signalni olib tashlaydi. Olib tashlaydida mana bu yerdan buy signal bergan bo'lsa, mana bu yerdan buy signal bergan bo'lsa, to'g'rimi? Endi emadan uje yuqorida ketyapti narx, yana o'z trendiga yopishib oldi, yana uptrend ketyapti. Natijada mana bu yerda sel bergan signalni ko'rsatmaydida, o'chirib yuboradida, yuqoriga qarab ketaveradi. Va robot sotayotgan odam aytadiki, shu joydan deydi, shu joygacha yurib berdi, shuncha pips yurib berdi deydi. U xato bo'ladi. Shuning uchun sizlarga iltimosim, albatta o'zi umuman indikatorlar sotib olishni o'zi hojati yo'q. Deyarli hamma indikatorlar bor. Bu narsani video davomida ham ko'rsataman. Eslatib o'taman, video davomida ma'lum bir insonlarni ham tilga olishga to'g'ri keladi. Endi demo va real, albatta demo shot bilan real shotning farqi bor va demo shotda asosan ba'zi shotlar hattoki real ko'rinishidagi demo bo'ladi. Xuddi bu haligi anaqaga o'xshaydi. XNES'dagi klon versiya. Yaqinda Instagramda videolar ko'rgan bo'lsangiz, XNES'da klon versiyasi haqida gapirildi. Undan avval ham shohakaylarda muammo bo'lgan shu narsa. Endi Amarkets bizga aloqaga chiqqan. Aynan men Amarkets bilan o'zbekistonlik o'zbek nima deydi, Amarketsda ishlaydigan bola bilan telefonda gaplashganman. Afsuski yozib olinmagan u suhbat. Men aytdim, savdo robotlari bo'yicha ishlaymiz asosan desam, u aytayaptiki 2-3 yillik savdo robotlarini demak natijalarini real balansda ko'rsatib bera olamiz deyapti. Ya'ni ular demo shot beradi real ko'rinishda. Undan tashqari o'tmishdagi natijalarni ham ochib ko'rsatib beradi. Bu juda ham noto'g'ri narsa. O'shaning uchun brokerlar bilan demak kollaboratsiya degan narsalar bor. Ya'ni brokerlar bilan kelishuv. Shuning uchun Amarkets umuman bo'lmaydigan musor broker. Unga umuman qiziqmanglar. Chunki shunaqa taklif bilan ular chiqishgan. Boshqa brokerlar unchalik taklif bilan chiqmaydi hech ham, yoki umuman olganda taklif bilan chiqmaydi. Ular telefon ham qilishadi. Hattoki bittasi sizni anchadan beri kuzataman, u yoq bu yoq deb yozgan hamda Telegram kanaldagi kommentga. Xuddi oddiy odamdek gaplashganda keyin maqsad yuritgan, men Amarketsda menejermanmi deb, xullas shunaqa. Endi qora PR va marketing, afsuski O'zbekistonda marketing qilishadi. O'sha o'zi trading ham shuni ortidan ko'tarilib ketib qoldi. Yolg'on narsalar bor. Yuqorida aytganimdek, yolg'on mana Photoshop qilish mumkin yoki boshqa yo'llar bilan soxta natijalar ko'rsatadi. Sotib olingan adsivlar ham bor. Ya'ni ba'zi birovlar mana soxta adsivlar yaratishadi. Bunga isbot dalillar ham bor, lekin bu narsalar polniy ochiqlash unchalik yaxshi fikr emas. Ya'ni bu bilmadim, video ham cho'zilib ketadi. Shuning uchun soxta adsivlardan ehtiyot bo'linglar. Ayniqsa internetda ayniqsa yosh bolalar ham chiqib qolib, men treyderman deb turib ochig'i gapda. Bu juda ham noto'g'ri.
21+ trading eslatib o'taman, 21+, ya'ni 18 yoshdan kattalar, 21 yoshdan kattalar ishlash kerak aslida. Yuqorida aytganimdek soxta arziflar yaratishadi va ular sizlarga o'sha falonchi shunaqa daromad qilyapti deb yaqindagina meni bir tanishim menga aloqaga chiqdi va aytdiki, Telegramdan shunaqa O'zbekistonda robot sotadigan odam bor ekan. Bitta bola jonli efirga qo'shildi. Jonli efir, ya'ni onlayn Zoom orqali o'tkazilyapti, vebinar. Vebinarda gapirib berdi. U bola $5000 solgan ekan va oyiga shuncha pul topyapti ekan, ko'rsatdi deyapti-da. Men 99% hollarda ayta olaman, o'sha bola menimcha u aytganimdek soxta arzif. Chunki $5000 real balansiga solgan odam O'zbekistonda ayniqsa o'z balansini yashiradi, ko'rsatmaslikka harakat qiladi maksimal darajada. Chunki bizni boshimizdan o'tgan, ya'ni savdo robotlar ishlatayotganda arzif tashlab beringlar, ishlatayotgan bo'lsanglar desak, tashlab bermaydi ko'pincha. Yo'q, yaxshi ishlayapti, zo'r deyapti deydi ba'zida. Ba'zida riskini noto'g'ri qilibman deydi yoki har xil holatlar. Lekin arzif tashlamaydi, zo'r ishlab bersa ham. Chunki hali pul masalasida baribir qizg'onadi. Shuni ham inobatga olish kerak. Shu narsa endi bu yerda PDFni ham Telegram kanaliga albatta tashlab qo'yishimiz mumkin. Broker bilan albatta o'zaro nima deydi, kelishilgan holatda ham qilinadi bu narsa. Ayniqsa prop shotlarda, men prop shotlar bo'yicha ham video joylashtirganman. O'shanda ham HTF robotlar orqali, ya'ni tez bitim ochib yopadigan robotlar orqali ham, demak, ular prop shot imtihonlarini o'tib berishadi. O'tib berishgandan keyin real balansda esa u ishlamaydi. Xuddi shunga o'xshash holatlar. Endi videoni asosiy qismiga yetib keldik. Bu ma'lumotlarni o'qib chiqishingiz ham mumkin. Men hammasini gapirib berdim sodda o'zimiz tilda. Endi gapirishni boshlaymiz. Kimlarnidir afsuski busiz iloji yo'q, chunki gapimiz quruq gap bo'lib qoladi unda. Gap isboti bilan bo'lish kerak. Shuncha gapni gapirib qo'ydik, endi dakansa nima deydi, davom etishimiz kerak. Trading View'ga kirib olamiz va O'zbekistonda Instagramda ko'rib qoldim, menga aloqaga ham chiqishdi. Tanishlar biz bilan aloqaga chiqqan aka, bu Shuhrat aka. Shuhrat akani menimcha sizlar tanimasinglar kerak, lekin O'zbekistonda indikatorlar bo'yicha, ya'ni trading indikatorlar bo'yicha eng kuchli, yaxshi mutaxassislardan. Va Shuhrat aka bizga mana indikatorni tashlab berdi. Bepul indikator bu ham. O'zini ismini yozib qo'ygan va bu yerda kimning ismi bor? Pips Queen avvalgi ismi, ya'ni Pips Queen bu o'sha O'zbekistonda ikkita qiz, adashmasam, o'zlarini shaxsan tanimayman, videolarini ko'rmaganman, faqat o'sha jonli efirda yozib olingan videosini ko'rdim va ular indikator sotishyapti. 4 millionmi, 2 million so'm, xullas shunaqa. Va bu indikator sotishyapti. Bu indikator bo'lsa, o'zi avvaldan tekindan bor. Shuhrat aka bu indikatorni topib tashlab berdi. U akaga alohida rahmat. Bu indikator yuqorida aytganimdek avvaldan bor va ular shu indikatorni qanday sotishyapti aytaymi? O'sha jonli efirni ko'rdim. U video bizda turibdi, lekin buni ham YouTube'ga qo'yish noto'g'ri, chunki bu yoqda u odamning gaplari bor. Xullas, ikkita qiz tradingda PR qilib, reklama qilib videolar qo'yyapti va bu yoqda Telegram kanaliga obunachi yig'di. Obunachi yig'ilgandan keyin indikatorlarni, ya'ni Pips Queen indikatorini olib chiqishdi. Olib chiqdida sotuvga olib chiqdi. Keyin esa jonli vebinar qilishdi. O'sha video yozuvi bor. Vebinarda aytayapti, bittasi Singapurda o'qib kelgan ekan, bitta yigit. Yaxshi ertakda eshitinglar. Singapurda o'qib kelgan ekan va o'sha yerda shu narsani o'rgangan ekan, ya'ni kod yozishni TradingView'ga o'rgangan ekan.
qizlarga o'sha indikatorni bergan ekan, sotmanglar deb. Lekin qizlar endi sotyapti ekan. Ну, men unaqa indikator sotadigan odam emasman degandek qilib qo'yyapti, lekin alohida vaqt ajratib tushuntirib beryapti. Shu qizlar iltimos qilganiga men sizlarga tushuntirib berganim, mana keldim deb ertak to'qiyapti. Endi davom etamiz. Indikatorda maxsus zonalar o'zini sappertrazin zonalar chizadi deyapti. Mana unaqa zonalar bor-ku. Zonalar chizadi. Ichida turli strategiyalarga qarab turib keyin signal beradi deyapti. Xo'p, buni hozir bitta isbotini keltirib o'tamiz. Va o'sha videoda shunaqa ko'p maqtanib yuboryapti. Natijada men уже bittada bildim. Adashmasam bu moving average ishtirokidagi ATR bor. Demak, indikator deb o'yladim boshida va izlandim, kodni o'rganib chiqdim. Endi mana ochiqchasiga gaplashamiz. Redaktor Paint'ni ochadigan bo'lsak, mana xuddi o'sha kodni mana Pips Queen indikatori Shuhrat aka bergan bu va bu kod bilan ular TradingView'da indikatorni demak mana bu joyi bor. Redaktorda mana skriptni sotuvga chiqarishadi. Mana bu yerda ismini yozib turib, skriptni ya'ni kimgadir ulab berish xizmatiga chiqaradi. Buni ulash uchun oyiga 57, adashmasam 62 yoki 57 dollar to'lashadi ular har oy. Bu tomoni bor. Uni ham keyingi videolarda tushuntirib o'taman. Endi bu indikator ishlash prinsipini hozir tushuntirib beraman. Bu indikator Donchian kanali asosida ishlaydi. Va u bolani videosini agarda hozir YouTube'ga qo'yib, uni gaplarini va aslida robot indikator qanaqa ishlashini gapiradigan bo'lsak, u ertak bo'lib chiqadi. Soxta xullas. Shuning uchun o'zlari bilimsiz, o'zlari bilmaydi bu narsani qanaqa ishlashlarini va natijada ular demak shunaqa yeb qo'yadi bizdan. Xullas shunaqa gaplar. Hozir topolmayapman. Xullas juda ko'p qismi bu kodni turli bezaklarga ketib qolgan. Ya'ni bu aldamchi hissiyot uyg'otadi. Mana bu yerga o'zlarining ismini yozib qo'yadi. Endi sizlarga Donchian kanalini ko'rsatib o'taman. Mana bu indikator ko'rib turibsizlar, shu holatda turibdi. Mana uni o'chirib yuboramiz. Endi TradingView'da bepul bo'lgan boshqa indikatorni qo'shamiz oynaga. Hoppa, endi buni yopamiz. Ko'ryapsizlarmi? Bir xil xullas. Buni o'chiramiz, uni yoqamiz mana. Mana bu Donchian kanali. Richard Donchian degan odam kashf qilgan 80-yillarda va Richard Donchian mana shu odam Richard Donchian demak shu kanalni yaratgan, algo tradingni indikatorlarda umuman tizimli savdoni otasi hisoblanadi desa ham bo'ladi. Va Richard Donchian kanali bilan ularni Pips Queen'da indikatori birga bir ishlab turibdi. Sozlamalarni ham ko'ramiz. Sozlamalarda bu yerda длина 180, ya'ni 180 ta shamni hisoblab turib maksimum va minimumlarni eng minimumdan mana maksimumgacha hisoblab turib o'sha Donchian hisob kitobi borda o'zini chiqarib beradi. Endi buni sozlamasiga kiramiz. Bu yerda esa 18. Nimaga bu yerda 18? Chunki kodning ichida qaysidir joyda hozir uzunligi uchun topib bera olmayapman. Hozir qidirsa bo'ladi menimcha. Demak x10 degan joyi bor, ya'ni qani top 10 ni o'zini yozamiz. Xullas uzr, videoda uzilish bo'ldi. Chunki mana shu joyini qidirayotgandim. 440-qatorda mana sensativ demak 10x qilyapti, ya'ni 10 ga ko'paytiryapti. Demak bu yerda bu indikator o'zi standart nastroykasi mana bu holatda edi. E'tibor beramiz. O'xshamayapti bir-biriga. Ko'ryapsiz, bir-biriga umuman o'xshagani yo'q. Bunaqa holatda bo'lib qoldi. Endi buni sozlamaga kirsak, sensativ 18 standart sozlamasi bo'lsa, demak 18 chiqyapti-da, bu yerda bo'lsa
Demak, 10 edi. Endi 180 qildim. Nimaga? 18 da yana 10 ga ko'paytiradida. Shunda 1 ga 1 ishlayapti. E'tibor beringlar, bir xil. Bu, demak, indikatorlar ichida, yurakcha bosib qo'ydim shekilli. Donchian deb qidirdim. Boshqasini ham qo'ysangiz xuddi shunaqa chiqadi. Hozir qaysi birlari to'g'ri keladi, unchalik anaqa bo'lib turibdi. Hozir Donchian Trades'gina bo'ldi. Mana shu edi. Uje yana anaqa so'rayapti. O'chirib yuboramiz. Mana xuddi o'sha bepul, mana och kodi ham bor. Hech qancha emas, mana kodi. Hech qancha narsa yo'q bu yerda aslida. Qolgani bezak xolos. Asosiy ishlash prinsipi mana 21 da turibdi ekan. Endi 180 qilsak, 1 ga 1 bo'lib qolyapti. Shuning uchun aytmoqchimanki, bunaqa firibgarlarga ishonmanglar. Pips Coin'ga omadlar tilab qolamiz. Qizlarga, endi singillarimiz o'z ustida ishlasin, yaxshiroq o'zlari ishlasin. Ну, yaxshi indikator o'zlari uchun albatta ishlasa bo'ladi va buni sotish ham insofdan emas. O'shaning uchun agarda bu indikatorni ikkala versiyasini ham albatta Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz. O'zingiz sinab ko'rsangiz ham bo'ladi. Mana 1 ga 1 holatda ishlab turibdi. Demak, ular firibgarlik qilyapti, ya'ni hech qanaqa unaqa zonalar yoki boshqa narsalar yo'q. Shunchaki Donchian kanal orqali ishlaydi. Demak, shu xolos. Endi Richard Donchianni men juda ham yaxshi taniyman, chunki algo trader bo'lganim uchun va bu inson 80-yillardami chiqargan bo'lsa, mana shu indikatorni mana 2025-yilda bizga sotishyapti. Keyingi holatga e'tibor bersak, bu Telegram kanalimizda turli savdo robotlari berib borilmoqda. Ozgina pastroqqa tushamiz. Xo'sh. Adashmasam shu atrofda edi. Zona Recovery. Zona Recovery savdo roboti bu kanalda ham bepul berilgan. Bu $30,000 ya'ni O'zbekistonda bittasi bor, Ahmed Karimov. Uni videolarini ko'rgan bo'lsanglar Instagramida, O'zbekistonda birontasi bunaqa strategiyani robot qilib bera olmadi dedi. Qilib bera olmaydi dedi. Topolmadim hech ham dedi. Bizni qo'limizdan kelardi, lekin bizga aloqaga chiqishmadi, chunki o'zimiz ham yozdik, Ahror aka ham yozdi, bu yuqorida gapirib o'tirilgan aka yoki bu aka ham yozdi, takrorlanmas robotlar admini Shahzod aka, lekin aloqaga ular chiqmadi. Ular PR qilayotgandi chunki. Va kommentlarga e'tibor beramiz. Bu yerda faqat oqib ketdi deydi. Bu Sentovo hisoblarida ishlaydi. Balkim Sentovo shu yerda ishlatmagandir. Buni ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor va bu yerda Feruzbek Aliyev haqida ham gap ketgan. Bu odamlar bilyapti uje gap nimada haqidaligini. Albatta, Zona Recovery strategiyasi haqida Feruzbek Aliyev ham video qo'ydi va Ahmed Karimov ping pong deb turib O'zbekistonda hech kim tuzalmaydi dedi. Vaholanki bu 1 yil avvalmi biz tomonimizdan tuzilgan. Undan avval ham bor edi, bizgacha ham xuddi Richard Donchian indikatori kabi bizgacha ham tuzib bo'lingan. Shunchaki qiziqishda o'zimiz bu narsani boshqa versiyasini tuzganmiz va shunga o'xshash strategiyalarga robotlarni albatta bemalol tuzib bera olamiz. Tuzganmiz ham. Bilmadim. Hech qanaqa bu $30,000 demak robot emas. Bo'lsa $50, $30 marketda, kanalda bo'lsa bepul turibdi. Shuning uchun shu narsalarga e'tibor beringlar. Bu hammasi PR. Shuning uchun o'sha bu sohani haqiqiy bilgan, tushungan odamlardan ma'lumot olsanglar yaxshiroq bo'ladi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun Telegram kanaliga demak Pips Queen, ya'ni Pipslar malikasi yo'q, qirolichasini indikatorini, aslida Donchian kanalini indikatorini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Donchian bo'yicha ham strategiyalar bor. Donchian kanalida juda ham yaxshi ishlasa bo'ladi. Bemalol savdo qilib
daromadga chiqsangiz bo'ladi. Lekin sotib olish shart emas 4 million so'mga. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Demak, sizlar bilan takrorlanmas robotlar jamoasi bo'ldi. Sog' salomat bo'ling, qo'llab-quvvatlanglar, layk, podpiska bilan keyingi videolarda ham xuddi shunga o'xshash ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz.